O'zim musofir yurtdaman, lekin ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarning kompaniyalaringga qanday qilib to'lovni amalga oshirsam bo'ladi deganlar uchun Xudo xolasa sizlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Aynan musofirda yurgan akalarimiz uchun Xudo xolasa yaxshi niyat qilib turganlar uchun sizlar uchun videomiz bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rsalaring sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Ota-onam borganda shart-sharoitlarga qiynalib qolishmaydimi, yaqinlarimni jo'natsam xijolat bo'lib qolmaymanmi deganlar uchun Xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumotni olib berish uchun Xudo xolasa Hikmat Travel'da rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Abdug'affor akaning yoniga aytib o'tganimiz litsenziyaga ega kompaniya. Bemalol Google kirib ham litsenziyani ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa litsenziya tomonidan umuman o'ylanmasalaring bo'ladi. To'liqroq ma'lumotni Xudo xolasa Abdug'affor akadan olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizni musofirdan kuzatayotganlar bor, o'zim ota-onamni yoki o'zim boraman deganlar uchun, yaqinlarim umraga jo'nataman deganlar uchun, to'lovlarni qanday amalga oshirsam bo'ladi deganlar uchun aka, bitta to'liq qilib tushuntirib bersiz aka. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, to'lovlarni oldin sharoitlarni tushuntirib o'taylik. Oxirida keyin qanaqa qilinadi, hammasini tushuntirib beramiz. Xo'p, Madina Munavvarada gastinisalarimiz uzoqligi 200-300 metr. Hammani qiziqtirgan mavzu. Makka Mukarramada gastinisalarimiz uzoqligi 800 metrdan 2 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, shunisiga tushadi Xudo xolasa. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Zo'r. Xo'p, Madina Munavvara sayohatlari, Makka Mukarrama ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, 50 bosh xizmati iloji boricha 50 boshimiz aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalari qo'llariga chiqarib beriladi. Xudo xolasa. Bundan tashqari yana qaytib kelinayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Bonus tariqasida qo'shib beriladi. Endi to'lovlar masalasi qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun musofirdagilarga mana shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramlar bor. Qizil pasportlarni tashlab bersalaring bo'ldi. Qizil pasport o'zi yetadi. Tashlab bersalaring joylarni bron qilamiz. O'sha viza uchun $100 zakolat berasizlar. Zakolat beriladi. Qolganini o'sha aeroportga borganda berib uchib ketishaveradi. Xudo xolasa yaqinlaring. Bemalol aloqaga chiqinglar. Yerdan muammo yo'q. Ishonch tomonlama ham o'sha. Ishonch tomonlama ham $100 tashlab berishsa, viza uchun tashlab berishadi. O'zi vizaning narxi $100 deydi. Vizaning to'loviga. Viza to'lovga tashlab beradi. Qolganini aeroportga borgandan keyin uchib ketishdan oldin, registratsiyadan oldin to'lov qilinadi. To'lov qilib ketishaveradi. Uchib ketishsa bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Bemalol musofirda yurgan akalarimiz ham Telegramdan, WhatsAppdan, oddiy telefondan ham telefon qilsalaring bo'laroq, Xudo xolasa aloqaga chiqib berishadi. Chislovlar qachonga bor endi aka? Xo'p, chislovlarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz iyul-avgust oylariga qo'yilgan. Xo'p, chislovlari iyul oyiniki Toshkent Jidda yo'nalishimizniki 9-iyul kuni bor, 13-chi, 16-chi, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Xo'p, buni narxini $995 qilib beramiz bu reysimiz narxi. $995 qilib beriladi. Toshkent Jidda primo reysimizga. Yo'q, bizga Toshkent uzoqlik qiladi. Biz vodiydan uchmoqchimiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha ham reyslarimiz bor. Bunga ham iyul-avgust oyiga reyslarimiz qo'yilgan. Hozir iyul oyining kunlarini aytib o'tamiz. Xo'p, kunlari 10-iyul, 14-chi, 17-chi, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz kuni qo'yilgan. Xo'p, buni narxini Farg'ona Jidda primo reysimizning narxini $1025 qilib beramiz. $1025 beriladi. To'g'ridan to'g'ri reys. Primo reys. Gap yo'q. Xudo xolasa mana bemalol aloqaga chiqinglar. Yozilgan nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Hamma ishlarni chiroyli qilib yetkazib beramiz, Xudo xolasa. Mana narxlarda aytdik, sharoitlarda aytdik, Xudo xolasa sharoitlar aytgan narsamiz sekin-sekin birma-bir bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib yana ma'lumotlar yetkazib beriladi. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, o'ylanmasdan telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib Abdug'affor aka yanada to'liqroq ma'lumotni sizlarga yetkazib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.